ishi yurishmayotgani uchun, u kasaka kirib ketgani uchun, u bilim olmasdan faqat mana shunday jinnicha hayot surayotgani uchun menda nima ayb? Nima uchun unaqa odamlar bizga o'xshagan mehnat qilib, o'qib, bilim olib, mana shunday o'zi uchun o'zi kurashib, o'zi pul topib, o'zi halollik bilan pul topib, maza qilib baxtli, boy bo'lib yashayotgan odamlar ular alamini oladi. Bizda nima ayb? Bizga Alloh taolo, menga misol uchun Alloh taolo bir chevadan pul olib kelib 55 ga keldim. Menga Allohim kelib, "Bo'pti Altın, sen esa jaxsi odam ekansan" deb bir chevadan pul qo'yib ketdimi Alloh? Menga Allohim hech qachon bir chevadan pul qo'yib ketmaydi. U faqat kuzatib turadi. Meni harakatimga yarasha, ya'ni men harakat qilib olamga berishni boshlayman-ku. Ya'ni Alloh taolaning qonuni shunaqa. Sen menga bitta bersang, men senga bitta beraman bandam deydi. Sen menga 10 ta bersang, men senga 10 ta beraman deydi. Sen menga 1000 ta bersang, men senga 1000 ta beraman deydi. Kambag'allik esa panyatkasi bo'yicha ber. Ey Alloh, qachon berasan? Bormisan, yo'qmisan? Qachon berasan? Qiynalib ketdim sana so'rayvering. Qachon berasan deydi. Bilimsizlik. Bilimi bor odam o'ylaydi. Nima qilsam ekan? Qanaqa zavod qursam ekan? Qanaqa bir nima qursam ekan, чтобы xalqqa foydasi bo'lsin. Xalqqa, mana men misol uchun bilimlarimni sotib olaman, menga tekin hech kim bermaydi qizlar. Misol uchun men o'sha Joe Dispenza, masalan, Maqpal Qaratay, Bek Turganova, masalan, Joe Dispenzadan pryamoy dars olgan meni ustozlarim. Ular menga, "Sen Toshkentda mening qazog'im ekansan, Altın, kelma senga" deb menga bilimni tekin bermaydi. Menga hech kim emasmi? Общий kurs qancha? $500. Skidka bilan 350 desa, mana shu yarim soatda tashlang desang, fuk 350 tashlaymiz, yarim soatda olamiz. Ulgurmasak $500 ga olamiz.